Qorin razmeringizni sanoqli kunlarning ichida shu holatdan mana shu holatga keltirib beradigan top 10 ta lifehackni o'rgataman. Ayniqsa 8, 9 va 10-si juda ham oson lifehacklar va qorningizni razmerini yaxshigina qisqartira olasiz. Xuddi meni ozish marafonlarimdagi, ozish kurslarimdagi ayollar singari. Qaranglar, qanaqa holatda ozishyapti. Sizda ham aniq bilaman, mana shu natijalar bo'ladi. Faqatgina lifehackni oxirigacha eshiting. Men dietolog Sadoqat Muhammadjonova shu kungacha juda ham ko'plab insonlarni sog'lom va chiroyli bo'lishiga yordam berdim. Ishonaman, bu videoyim sizga ham albatta qo'l keladi. Demak, birinchi lifehack. Har kuni ertalab och qoringa 500 gram iliqdan issiq holatdagi suv bilan kuningizni boshlaysiz. Bu birinchisi. Nimaga aynan iliqdan issiq holatdagi suv? Chunki qorningizdagi gazlarni yo'qotib, gazlarni meteorizm holatini yo'qotib, sizni ichaklaringizni sog'lom bo'lishiga va qabziyat muammosi qiynamasligi uchun har kunni 500 gram iliqdan issiq holatdagi suv bilan boshlang. Bu ayniqsa o't qopida muammosi bor, ya'ni o't qopida toshlari bor, o't qopida kristallari bor, o't qopida zagib, dimlanishlar holatlari bor bo'lgan ayollar va insonlar uchun ham juda ham zo'r qo'l keladi. Ikkinchi lifehack. Aynan shakarni, iloji boricha non mahsulotlarini va o'ta yog'li qovurilgan ovqatlarni ratsioningizdan kamaytiring. Mana shu 3 ta juftlik sizni sanoqli kunlarda, ya'ni 5 kunning ichida o'sha qorin razmerlaringizni yaxshigina qisqartiradi, chunki sizda insulin gormoni tushadi. Qanchalik oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan insulin pasaysa, sizni ozishingiz, qorinlaringizni qisqartirishingiz shunchalik tezroq bo'ladi. Uchinchi lifehack esa iloji boricha ratsioningizdan 50% gacha tuzni kamaytiring, chunki tuz elektrolitlarning balansini buzadi. Kaliy, natriy balansi buzilgandan keyin, organizmingizda tuz ko'payib ketgandan keyin organizmingiz suvni o'ziga shimib oladi, ya'ni suv ushab qoladi. Natijada atyoq bo'lib, ishib ketib, qorinlaringiz doimo katta bo'lib turishni boshlashi mumkin. O'shaning uchun tuzni kamaytirishga e'tibor bering. Va to'rtinchi lifehack. Har kuni 10 000 qadam. Sport qilishingiz shart emas. Soatlab fitnesga ham bormang, u ham shart emas. Bir kunda 30-40 daqiqa piyoda yoki 1 soat piyoda yurish. Mana shu holat sizni qorningiz razmerini, xuddi meni qornimni qaranglar, men bunaqa holatda bo'lganman, shu holatga kelganman. Shunga sizga yordam beradi. 5-lifehack. Qorningizda har doim gaz to'planib, og'irlik bo'lib, ovqat yaxshi hazm bo'lmasdan, krion yoki mezimli ichib, qanaqadir maziz qochgandan ko'ra, yaxshisi kechki soat 7 dan keyin umuman ovqat yemay qo'yavering. Ana o'shanda sizni qorningizni razmeri ham kichrayadi, o'zingiz ham ozishni boshlaysiz. 6-lifehack esa har kuni ratsioningizga 25-30 gram kletchatkalarni, ya'ni o'simlik tolalarini qo'shishingiz kerak. Sabzavotlar, sabzavotli salatlar, bundan tashqari murakkab uglevotlar, grechka, ovsyanka yoki bodring, karom mahsulotlari. Mana bu mahsulotlar haqiqatda sizni tana vazningizni tashlashingizga va qorin razmerlaringizni kichraytirishingizga yordam beradi, chunki bular ichaklarning mikroflorasini zo'r tiklab beradi. Keyingi 7-lifehack. Bir porsiya probiotik mahsulotni ratsioningizga qo'shing. Kefir yoki etelik qatiq yoki yogurt yoki etelik kvashini kapusta, tuzlangan bodringlar. Chunki qancha ichakda yaxshi bakteriyalar soni ko'p bo'lsa, sizni tana vazningizni tashlashingiz, sizni sog'lom bo'lishingiz, sizni kayfiyatingiz, sizni tana vazningiz har jihatdan norm holatga kelishi mumkin. O'shaning uchun ratsioningizga imkon darajada probiotiklarni qo'shib keting. 8-lifehack. Bu 5-5-30 metodi deyiladi. 8-lifehack asosan aynan qorin uchun, qorinni yo'q qilish uchun zo'r ishlab beradi. 5 soniya davomida har kuni, siz bu narsani 7 kun qaytarishingiz mumkin. Har kuni 5 soniya davomida plankada turasiz. Orasini bo'lib bitta vaqtda turish shart emas. Bo'lib turishingiz bo'ladi. 5 soniya davomida esa nafas olish mashqini bajarasiz. 30 soniya davomida esa hattoki bilasiz, vakuum mashqi, bu diastazi borligi ham mumkin. 30 soniya davomida vakuum mashqi ham yordam beradi. Demak, 5-5-30 metodi qorin razmeringizni kichraytiradi. Keyingi lifehack. Qorningizda gaz to'planishidan cheklaning. Qorinda gaz to'plovchi mahsulotlar esa mana bular o'sha loviya, karom mahsulotlari yoki turli xildagi aynan gazli ichimliklar, energetiklar, hammasi qorinda gaz to'playdi. Bu mahsulotlarni ratsiondan kamaytirsangiz, qorningizni chiroyli holatga keltirasiz. Va eng oxirgi 10-lifehack. Har kuni kechki ovqatdan keyin imkon darajada yarim choy qoshiq, yana bir marta aytaman, kurkumani, yarim choy qoshiqdan ozgina kamroq murchni va oddiy iliq suvni aralashtirgan holatda iching. Faqatgina oshqozonda gastrit, yazva muammolari bo'lmasligi kerak. Chunki kurkuma va murch yaxshi kombinatsiya hosil qiladi. Jigarlaringizdagi yog'laringizni eritadi, qorin razmerlaringizni kichraytiradi, qorinda to'planib ketgan gazlarni chiqarib, hattoki sizni qabziyat muammoyingizga ham yechim bo'lishi mumkin. Demak, mana shu top 10 ta lifehackga amal qiladigan bo'lsangiz, Sadoqat, sizga rahmat. Men 10 kunda qorin razmerimni 10 sm ga kichraytirdim deb albatta yozib qoldirasiz. Xo'sh, keyingi mavzular nimalar haqida bo'lsin? Sizga xuddi ozish marafonlarimdagi ayollar kabi juda ham ko'plab bilimlarni berishni xohlamayman. Chunki ayollar chiroyli, sog'lom, o'ziga ishongan bo'lishi kerak. Yozib keting kommentariyaga.